Yomon xotima. Bir do'stim shunday voqeani hikoya qilib bergan edi. Institutda o'qib yurgan paytlarimdan birida boy oilaning farzandi bo'lgan bir kursdoshim bo'lardi. U hamma narsani pul bilan o'lchar edi. Kayf-safoni barcha narsadan ustun qo'yardi. O'zining ojiz inson ekanini esdan chiqarib, tiliga ham erk berib yuborgandi. Hatto bir kuni men o'lsam jahannamga tushaman. Birga yuradigan qizlarim, men bilan birga aroq ichadigan o'rtoqlarim ham u yerga tushishadi. Jannatga kirganimning foydasi yo'q. Chunki men u yerda zerikib qolaman. Hech kimni tanimasam, dedi. Yigit bu gaplarni gapira turib o'ziga o'zi hukm qilganini bilmagandir. Balki shunchaki o'rtoqlarini kuldirishlik uchun valdiragandir balki. Oqibatni qarangki, ko'p o'tmay o'sha yigit o'zini o'zi osib o'ldirdi. Bu voqea ko'pchilikka ibrat bo'ladigan darajada edi. Azizlar, har qanday holatda ham o'z tilimizni tiyishlikka va har xil keraksiz lag'ov so'zlarni aytishlikdan cheklanmoqlik kerak va barchamizni bunday yomon xotima topishligidan Alloh o'zi asrasin.